qo'rquv, xavotir, kamsitilish va xiyonat. O'ziga bo'lgan ishonchsizlik, bolalik travmalar. Bu holatlar sizga tanishmi? Yuqorida aytib o'tgan barcha so'zlarim agarda sizda bo'lsa, bular inson yoshligidan boshlab barcha ko'rgan, eshitgan kechinmalari orqali o'zini haqiqatlarini yaratib olgan bo'ladi. Va go'yoki tasavvur qiling, sizni oyog'ingizda bir zanjir bog'lab qo'yilgan. Siz hech qayerga harakatlana olmaysiz, ya'ni chorasizsiz. Chorasiz holatingizda qayerga borishni, nima qilishni bilmaysiz. Hech kim sizni eshitmaydi, hech kim sizni tinglamaydi va hamma sizni rad etadi. Siz ularga qarshilik bildirasiz, ichingizdan achchiqlanasiz, norozi bo'lasiz, nafratlanasiz. Lekin baribir ularga javob qaytara olmaysiz. Ularni o'zgarishini xohlaysiz. Sizga yaxshi munosabatda bo'lib, siz bilan yaxshi so'zlashlarni xohlaysiz. Lekin afsuski, unday bo'lmaydi. Hamma yerda sizni so'zlaringiz rad etiladi. Bularning sababi yoshlikdan boshlab siz olgan travmalaringiz hisoblanadi. Xo'p, bunga yechim nima deyishingiz mumkin? Bunga yechim faqatgina inson hozir qiynab turgan muammosi ustida tafakkur qilish, aql yuritish. U nimadan qo'rqyapti? Nima uchun qo'rqyapti? Uni atrofdagilar nima uchun mensimayapti, nima uchun rad etyapti? Va undan tashqari bir narsani unutmang. Sizni atrofingizda bo'layotgan barcha voqea hodisalar sizni ichki aksingiz bo'ladi. Ichki aksingizdan nafratlanib, norozi bo'lish emas, balki undan bilim olish va o'zgarish kerak bo'ladi. Endi qarang. Misol uchun sizni ichingizda qo'rquv, xavotir, kamsitilish tuyg'ulari mavjud. Atrofdagi insonlar sizni mensimay, sizni rad etib, sizni tinglamasdan, ko'rsatib bermasa, siz qachon bu salbiy tuyg'ulardan qutulasiz? Hech qachon. Chunki atrof muhit doim bizni tarbiyalanishimiz, dars olishimiz, o'zgarishimiz uchun kerak bo'ladi. Agarda men mana shunday travma va psixologik travmalardan qutulmoqchiman desangiz, yokida sizni qanday muammo qiynayotgan bo'lsa, xiyonatmi, qo'rquvmi, xavotirmi, ikkilanishmi, farqi yo'q. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Shaxsan o'zim sizlarning izohlaringizni o'qib, sizlarga darslik video roliklarni qo'yib boraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, qadri baland qadrdonlarim.